Shu yaqinda men televizor qo'ydim. Vodiy sadosi tushib qoldi mana. Kanalga tushib qoldi. Shu yerda bir artist bola ashula aytyapti. Bilmadim, kim u, nima u. Bu ashula yozilganda hali uning dadasi tug'ilmagandi. Desam balkim adashmayman. Yoshimga qarab. Bu she'rda yozish men uchun yarim soat, 1 soatlik ish. Lekin san'atkor bor Hofiz. Buni qancha qiynalib ishlaydi. Qancha to'palanglar bo'ladi, qancha janjallar bo'ladi. Bu ashula qilaman shu she'rda deb. Bunday bo'lmaydi. Xonni bolasi bo'lsa ham, podshoni bolasi bo'lsa ham o'zini hurmatini bilish kerak. Bu she'rda 78-yil Mirolim Qosimov aytib chiqqan. U kechalari uxlamagan. Bu she'rni ashula qilguncha kechasi kechaday bo'lmagan, kunduzi bo'lmagan. Hozirgacha bu qo'shiq yayrayapti, yashnayapti. Buzmaylar bunday. O'zlaringdan to'qib go'zalim, po'zalim deb. Qo'ldan kelmasa qilmanglar san'atda. Shu she'rni men sizlarga aytib beraman. Men u paytda 17-18 yoshlar bo'laydim. Men bu 65da. So'ranchim, iltimosim, buzmanglar. Qanday aytdi Mirolim Qosimov? Shunday aytdilar. Hozir men sizlarga shu she'r qanday yozilgan shuni aytib beraman. Guldek yuzingni dilbarim, ko'rgani keldim sog'inib. Sen shohi olam men gado, ko'rgani keldim sog'inib. Bahorim sen meni, ko'zi xumorim sen meni, qoshi kamonim sen meni, ko'rgani keldim sog'inib. Mendan yashirma yuzlaring, yodimga tushdi so'zlaring, kuydirdi yorim ko'zlaring, ko'rgani keldim sog'inib. Bog'i bahorim sen meni, ko'zi xumorim sen meni, qoshi kamonim sen meni, ko'rgani keldim sog'inib. Tanishra jonim sen o'zing, xush mehribonim sen o'zing, shirin zabonim sen o'zing, ko'rgani keldim sog'inib. Bog'i bahorim sen meni, ko'zi xumorim sen meni, qoshi kamonim sen meni, ko'rgani keldim sog'inib. Menga go'zalim deb qilmanglar, birovlar ashulasini ishlaganini kuydirmanglar, hurmat qilinglar.